Jujutsu Kaisen tarixidagi eng bahsli savol. Gojo Satoru haqiqatdan ham yutqazdimi yoki u ssenariy qurboni bo'ldimi? So'rovlarga qaraganda muxlislarning katta qismi Gojo aynan Maharaga sababli yutqazdi va agar Sukunada 10 soya texnikasi bo'lmaganda, Gojo uni yanchib tashlardi deb hisoblaydi. Bugungi videoda biz hissiyotlarni chetga surib, faktlar va raqamlarni gapiramiz. Gojoning jangdagi yaqqol ustunliklari, Sukunaning yashirin strategiyasi va 10 soya bo'lmaganda nima bo'lishini chuqur tahlil qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki xulosalar siz kutgandan boshqacha bo'lishi mumkin. Davolovchi qahramon aytganiday, o'yla fikrla. Gojoga xos. Videomiz yoqsa, like bos. Men super muxlisman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Keling tan olaylik. Sukuna birga bir jangda Gojoni yengdi. Gojo yutqazib bo'ldi. Gojo yutqizmagan. U yerda 1-1 emas, 3-1 jang bo'ldi. Sukuna boshidan beri Gojodan qo'rqgan. Shuning uchun Gojo yo'qligida Megumi tanasiga kirib oldi. Chunki unga Maharaga kerak edi. U bo'lmaganda Gojoning hududi ichida yengilardi va hatto cheksizlikni ham kesa olmagan bo'lardi. Rostdan ham jangning katta qismida Gojo Satoru yaqqol ustunlik qildi. Ayniqsa qo'l jangi masalasida Gojo Sukunadan ancha yuqori edi. Buning sababi oddiy. Gojo har bir zarbasini ko'k tortish kuchi bilan kuchaytiradi va bu uning zarbasini mushtlarini xuddi kontur hujum kabi og'ir qiladi. Nanami aytganidek, Gojoning oddiy zarbasi boshqalarning kritik zarbasiga teng. Sukunaning kesish va bo'laklash texnikasi esa Gojoga ta'sir qilmaydi. Chunki cheksizlik to'sig'ini kesib o'ta olmaydi. Jang davomida Gojo ko'p marotaba imkonsiz bo'lgan ishlarni uddaladi. Qora chaqmoq ishlatib, o'zining pasayib ketgan la'nat energiyasini to'liq tiklab oldi. O'zining old ko'zi tufayli Gojo texnika bajargandan so'ng umuman energiyasi kamaymaydi. Hatto Sukuna Gojoning tezligi va harakatlarini maqtab o'tdi. Lekin Gojodan farqli Sukuna uzoq muddatli strategiyadan foydalandi. U qo'l jangida emas, hududlar jangida ustunlik qilishga va sirli maqsadini amalga oshirishga qaror qildi. Jangning eng qaltis nuqtasi bu hududlar to'qnashuvi edi. Gojo va Sukuna 5 marta hudud ochdi. Birinchi, ikkinchi va uchinchi to'qnashuvlarda Sukuna ustun keldi. Chunki uning hududi ochiq bo'lib, Gojoning hudud devorlarini tashqaridan sindirdi. 4-marotaba hudud ochilganda esa Gojo hududni basketbol ko'pto'gi o'lchamida kichraytirdi. Bu orqali cheksiz bo'shliqning kuchini yana ham oshirdi. To'g'ri, bu bilan Sukunaning ham hududi kuchayadi. Lekin u vaqtgacha Gojo Sukunani ko'kragiga jiddiy jarohat yetkazdi. Keyingi hududlar to'qnashuvida esa Sukuna o'zini davolash bilan band bo'lib, hudud ochishga 0.1 soniya kechikdi. Natijada Gojoning cheksiz bo'shliq hududi Sukunaga tegdi. Bu Gojoning g'alabasi edi. Aynan shu joyda muxlislar agar Maharaga bo'lmaganda Sukuna shu joyda o'lardi va jang tugardi deb aytishadi. Bu 100% to'g'ri va bir vaqtning o'zida 100% noto'g'ri ham. Eng muhim lahza, Gojo Sukunaga shu qadar qattiq zarar yetkazdiki, lekin nega Sukuna bu holatga tushdi? Gap shundaki, Sukuna bu vaziyatda oson yo'lni tanlamadi. Uning maqsadi faqat tirik qolish emas. U Gojoning cheksizligini kesib o'tishni o'rganishni xohlagandi. Jang davomida Sukuna Gojoning zarbalarini ataylab qabul qildi. U Gojo bilan birga ketma-ket hududlar ochdi. Nega? Chunki Maharaga moslashish uchun Sukuna cheksiz bo'shliq zarbasini o'z tanasida tatib ko'rish kerak edi. Agar Sukuna o'zi xohlamaganda Gojoning hudud ochishiga yo'l qo'ymasdi, u Gojodan bunchalik ko'p kaltak yemasdi. U ataylab Gojo bilan ketma-ket hudud jangiga kirishdi. Bu orqali Maharaga cheksizlikka moslashdi. Bu esa unga qimmatga tushdi va 0.1 soniyalik kechikishga olib keldi. Ya'ni Gojo uni burchakka taqaganining sababi Sukuna o'z hayotini tikib, Maharagani g'ildiragini aylantirish bilan ovora edi. Bu Sukunaning takabburligi va o'ziga bo'lgan ishonchi edi. O'ziga bo'lgan ishonch masalasiga kelsak, Gojo ham katta qilib chiqib yuborgan. U o'ziga bino qo'yganligi sabab jangga jiddiy yondashmadi. Buni o'zi ham tushunib yetdi, qachonki Maharaga unga jarohat yetkazgandan keyin. Shu o'rinda eslatib o'tishim kerak. Sukuna Megumining ruhidan Maharagani moslashtirish uchun foydalandi. Bu holatda Maharaga Gojoning cheksiz bo'shlig'iga moslashdi. Lekin cheksizlik to'sig'iga emas. Bularning farqi bor. Keyin esa Sukuna Maharagani cheksizlik to'sig'iga ham moslashish uchun g'ildirak aylantira boshladi va Maharaga unga ham moslashdi. Sukuna erkak emas. U 1-1 jangga yana ikkita Shikigami qo'shdi. Shu orqali g'alaba qozondi.
Birinchidan, Shikigamilar raqib hisoblanmaydi. 3-1 jang bo'ldi deyish orqali siz xuddi samuray qilichini tashab jang qilsin degandek kulgili narsani talab qilyapsiz. Ikkinchidan, Gojoga ham Gakugandi, Ijichi va Utahime jang boshida yordam berishgan. Demak, to'rga qarshi 3 bo'ladimi shunda? O'zi ko'zingizni kattaroq ochib qarasangiz, Sukuna 15 ta odam bilan jang qildi. Bular qatorida olti ko'zli Gojo, chaqmoq hukmdori Kashima, zamonaviy jodugar Higuruma, farishta Kirara, Chosu, Ino Takuma, Inomaki Toga, Miguel Odulo, Kusakabe, Nobara Kugisaki, Aoi Todo, Yuta Okotsu, Maki Zenin va Itadori Yujilar bor. Bir o'ylab ko'ring, kimga adolatsizlik bo'lyapti? 3-1 chiqqan Gojogami yoki 15-1 chiqqan Sukunagami? Endi eng asosiy savolga qaytamiz. Agar Sukunada Maharaga bo'lmaganda, u Gojoni yenga olarmidi? Qachon ham yenga olmasdi. Cheksizlikni kesib o'tishni iloji yo'q. O'zi mangani o'qiganmiz-da? Axir cheksizlikni kesib o'tishni bir nechta yo'llari bor. Qanday qilib Sukuna Gojoga zarba bera olyapti? Axir Gojoda cheksizlik qobig'i bor-ku. Shunday deyishingiz mumkin. Lekin Sukunada fazoviy kengaytma texnikasi bor. Bu texnikaning farqi shundaki, u qobiq dumaloq emas, balki tanani o'rab turadi. U Gojoni qobig'iga tekkanda uni to'ldirib bekor qiladi. Lekin bu texnikaning kamchiligi Sukuna buni ishlatsa, tug'ma texnikasi, ya'ni kesish texnikasini ishlata olmaydi. Gojo qora chaqmoq. E'tibor qaratsangiz, Sukuna Gojoga qarshi asl ko'rinishda jang qilmadi. Manbalarga ko'ra, Sukunaning asl qiyofasi 4 ta qo'l va 2 ta og'iz. Jodugarlar uchun mukammal tana hisoblanadi. Bu tana va fazoviy kengaytmadan foydalanib, Sukuna Gojodan bir necha barobar yaxshi jang qila olardi. Agar Sukuna Maharagani ishlatmay, darhol Heian formasiga o'tganida, u 4 ta qo'li bilan yaqin jangda Gojoga tenglasha olardi yoki ustun kelardi. U tinimsiz jodu so'zlarini va qo'l ishoralari qilib, o'z hududi kuchini oshirardi. Agar Sukuna yaqin jangda 4 qo'l bilan Gojoni ushlab tura olsa, Gojo Sukunaga yetarlicha zarar yetkaza olmasdi. Demak, Sukunaning hududi buzilmasdi va Gojoning hududi tashqaridan sindirilardi. Gojoning hududi singandan keyin esa u taxminan 5 daqiqa o'z texnikasini ishlata olmaydi. Ya'ni cheksizlik devori yo'qoladi. Bu 5 daqiqa ichida esa Yovuzlik maqbarasi o'z hujumlari bilan uni tilka pora qiladi. Mabodo Gojo qandaydir yangi uslub bilan Sukunaning hududini sindira olsa ham, Gojoning o'zi 5 martagacha hudud ocha oladi. Cheksizlik texnikasi uning miyasini kuydirib yuborishi mumkin. Gojo doimo o'z miyasini davolab turadi. 5 marta hudud ochganida, undan ko'piga miyasi bardosh bermaydi. San o'qigan kitobda biz ham o'qiganmiz. 5 marta hudud ochgandan keyin Sukunani o'zi ham miyasi dosh bermay qoladi. Shu joyga kelib qattiq adashdingiz. Sukuna hudud texnikasidan ko'p foydalangani uchun emas, cheksiz bo'shliqning unga bergan zarbasi tufayli zarar ko'rdi. Bu degani, u 5 martadan ko'proq hudud kengaytira oladi. Xulosa shuki, Maharaga Sukuna uchun dunyoni kesish texnikasini olish yo'li edi. Heian formasi esa Gojoni tezroq o'ldirish yo'li edi. Hammamiz bilamiz, Sukuna birinchi yo'lni tanladi. Osonroq bo'lgani uchun emas, qiziqarliroq va foydaliroq bo'lgani uchun. Jang yakunida Sukuna dunyoni kesuvchi zarbani o'rgandi va Gojoni mag'lub etdi. Gojoning o'zi tan oldi. Agar o'n soya bo'lmaganda ham uni yengishimga ishonmagandim. Sukuna bor kuchini ishlatmadi. Men bundan uyalyapman. Kusakabe ham Sukuna hali o'zining olovli o'q, fuga kabi yashirin kartalarini ishlatmaganini aytgan edi. Gojo Satoru haqida nima deymiz? U haqiqatan ham tug'ma kuchning cho'qqisi edi. U Sukunani tavakkal qilishga va o'lim yoqasigacha olib keldi. U Sukuna jang qilgan eng kuchli raqib edi. Ryomen Sukuna. U shunchaki vayronkor kuchli emas. U ayyor va strateg. U Gojoning eng kuchli tomoni. Cheksizlikka bo'lgan ishonchidan foydalandi. Gojo Sukunadan kuchsiz bo'lsa ham, bu jangda g'alaba qozonishga juda yaqin kelgandi. Ayniqsa 0.1 dan 1 soniyalik farq bo'lganda. Lekin Sukunaning 1000 yillik tajribasi va jangovar aqli hal qiluvchi rol o'ynadi. Endi bitta to'poycha savol beraman. Kim kuchliroq, Gojo yoki Sukuna? Izohlarda yozib qoldiring. Do'stlar, sifatli kontent qilish oson emas. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan bizga motivatsiya bergan bo'lasiz. Agar so'm orqali donat qilmoqchi bo'lsangiz, bu bizni yana ham xursand qiladi va doimiy kontent qilishimizga yordam beradi. O'zi chet el va hattoki Rossiyada ham biz kabi blogerlarni faqat obunachilari donat qilish orqali qo'llab-quvvatlashadi. Donat silkasi qadab qo'yilgan izohda bo'ladi. Sizlar bilan super muxlis bo'ldi. Ssenariyda o'zingiz yozing qahramonlar.